Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan Sumga yaqin joydagi 53 yildan beri turgan chuchvaraxonamiz, o'rishchasiga aytganda pelmenni. Bu yerda 53 yildan beri bitta amakimiz borlar, shular qarab keladilar. Qolganini o'zlaridan eshitganimiz yaxshi, yura qolinglar. Kiramiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Amaki yaxshimisiz? Tuzumisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Salomatmisiz? O'zingiz yaxshimisiz? Xonadonlar, o'yinchilar, kayfiyatlar. O'tgan tug'ilgan kunlaringiz bilan Rahmat. yuzga kiring. Amaki yuzga kiring. Rahmat. Tinchmisiz? Sizni ko'rsam dodani ko'rgandek bo'ldim. Voy subhanalloh. Rahmat Siz Hasan amaki. oxirgi nechinchi o'g'illarisiz? 9-chi. Yaxshimisiz? Rahmat. Necha yil bo'ldi amaki bu yerda ishlayotganingizga? 1970-yilda to'r bo'lib kelganman. Ha. Redovay. Ha. Mana O'shandan beri 1923-yil bo'lsa 53 yil bo'ldimi? Keyingi yil 54 bo'ladi. Umringizga umr qo'shilsa amaki, chuvaralaringizdan yeb ketaylik deb kelamiz bu yerga. Yo'q. Amaki. Bir joyda общепитda 53 yil ishlash bu juda og'ir. Ha, shunaqa. Oshxonada ishlash o'zi bo'lmaydi. Shunaqa amaki. Mana bir payti Qodirobod deymiz. Qodirobod deydimi? Hozirovat. Hozir o'sha yerda ham qolgan lamonxona, o'sha eski lamonxona bor. Istakanlar o'zimizning Soyuzda qolgan. Va bunaqa garchitsalar srazu aytaman, ozgina bu qimmatrog'i, no yaxshi narsa qimmat bo'lish kerak. Bu normalniy narsa. Albatta bu yerga sizlardan bitta iltimos, ota-onalarni olib, mehmon qilib olib ketinglar. Sababi bu yoqqa kelishsa, Sovetskiy Soyuzdagi kafelarga kelib ketgandek bo'lishadi. Sizlardan bu iltimos mendan. Kelayotgan odam mazah ketsin. Shunga qo'yaylik. Kelsin suyun. Voy. Amaki rahmat kattagon. Qani. Ana bir chiroyli qilib, ana qilibchi. Ancha bo'ldi kelib bitta chuchvara yemagan. Bismillah. Ichib zo'rmismi? Bismillah. Smetan toplayincha o'sha smetanmi? Sovetskiy Soyuzga tushib qolgandek bo'ldim. Sizlar bilan Rahim Mahmud. Albatta ota-onalarni olib bu yoqqa kelinglar. Amakimda mehmon bo'lib ketinglar. Ne pожалеете.